Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bir yo'l do'stlar. Bugungi videoda kompot uyini qurishni o'rganasizlar do'stlar. Unda bizga tosh kerak bo'ladi. Uni bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, 10ta qilamiz do'stlar. Bu yog'ini esa yettita. Bu bilan 2 bo'lib ketadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 etamiz bu yog'ini. Bu yog'ini ham shunday qilib bo'lamiz do'stlar. Bunday shunaqa yog'ini to'ldiramiz shunday. Kompotni uyini bilasizlar o'zi. Bu uy kompot nomi bilan, ya'ni temirchi uy do'stlar. Shuni qurishni endi o'rgatyapman. Survivalda ham kursinglar bo'ladi. Albatta kursinglar bo'ladi. Albatta обязательно bu videoga like bosib qo'yinglar bo'lsa shuncha mehnatga. Albatta siz bu video sizga albatta yoqadi. Botni ham to'ldirib olamiz. Mana endi botga yo'q. Bu yerni o'ymaymiz do'stlar. Mana botga endi bitta, ikkita, uchta, yana ikkita blok qo'yib bitta, ikkita, uchta qo'yamiz. Keyin mana bu yerdan bitta, ikkita, uchta qo'yamiz. Bu yerga ham do'stlar. Bu yoqqa ham shunaqa bitta, ikkita, uchta qo'yamiz. Endi mana bu yerni ustiga ham qo'yib yuboramiz do'stlar. Buning ustini ham xuddi pastdagidek mana bunaqa toshlar bilan to'ldirib chiqamiz. Shunday qilib bu yoqlarni ham shunday qilib chiqamiz. Hamma joyini yomg'ir ham yog'ardi. Biz yomg'irda video qilmayapmiz, shuning uchun to'g'rilab yuboramiz. Mana yomg'ir to'xtadi. Endi o'zimizning ishimizni qilamiz. 2, 3, 4, 5, 6. Hop, unda bilib oldik. Bu yoqni ham xuddi shunga qarab to'g'rilaymiz do'stlar. Do'stlar bilib qo'yinglar. Xato qilib menga xato o'rgatding deb o'tirmanglar. Endi qurib bo'lgandan keyin botlarni taxlashtirib yuboramiz. Botlar fonni ilinadi. Botlar endi botga ham mana bunaqa daraxt qo'yiladi. Botga ham mana uni olib tashlaymiz. Mana botda endi bunaqa daraxt stak nima deyiladi, buni doskalar turadi. Bunday bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqqa. Mana endi uni o'rtasiga bitta anav qo'yib yuboramiz. Mana bunday qilib, mana nima desam, hozir o'xshayaptimi? Kommentariyaga kirib yozib ketinglar do'stlar. Botdan qilamiz. Botda shunday qilamiz do'stlar. Mana bu yog'i tosh bo'ladi. Hamma yog'ini tosh qilamiz bu yog'ini. Qanday temirchini uyini qurishni shu videodan o'rganib olasiz do'stlar. Agar shu videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Agar shu videodan sizlar shu kompot uyini qurishni o'rgangan bo'lsanglar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib ham men botga bularni qo'yamiz. Buni olamiz. Ichiga lava qo'yamiz. Lava bo'ladi. Buni ichiga bunaqalardan qo'yamiz. Va oxirida o'xshaydi do'stlar. Bu aniq o'xshashiga ishonchim komil. Chunki men o'zim ham ko'p qurganman bu uylarni. Botga qilib hozir shu pechkani qo'yamiz va buni ustiga qo'yadigan narsa bor hozir. Uni botdan olib olamizda. Buni faqat chetlariga qo'yib chiqamiz. Shotlarga bunday
Mana shu yerdan qo'yib boshlaymiz-da. Mana bu yerlarga qo'yib shu yerga bo'ladi. Bu yerga qo'yamiz va bu yerga oynalarni qo'yib chiqamiz. Oynalarni va eshikni qo'yamiz. Bo'ldi. Mana do'stlar, mana xuddi kompotni uyi do'stlar. Faqat o'zingiz yashagan bo'lasiz. Mana xuddi o'shaning uyi. Shunday qilib siz ham qurib olaverasiz. Lekin botga boshqa narsa qo'y. Botga tosh qo'yishingiz kerak. Mana ichlarini ham ko'rsataman. Mana xuddi kompotni uyi narsalar jihozini o'zingiz qo'yib olaverasiz. Unda hammaga xayr do'stlar. Joningiz sog' bo'lsin.